Assalomu alaykum, Top va Gol kanalining muxlislari. Bu videoda Argentina Braziliyani 4-1 hisobda yutish bu oddiy o'yin emas, bu tarix. Ammo o'yindan keyin Argentina ichkarisida nimalar sodir bo'ldi? Scaloni darvozabon Martinesni o'zgartirish bilan tahdid qildimi? Martines nima dedi? Muxbir unga qanday javob qaytardi? Bu juda kulgili va jiddiy sirli intervyuni birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat, tomosha qiling. Sen qanday qilib o'yin paytida bunday xavfli harakatlarni amalga oshirding? Murabbiy senga nimalar dedi? To'g'risi, bu vaziyatda to'pni havoda qoldirdim. Klubda bunday qilmasdim. Murabbiy Scaloniga bu yoqmaydi. Meni almashtirib yuborishi mumkin edi. Qanday qilib seni o'zgartirishsin? Axir sen Martinessan-ku, sening Argentinadagi darajang talab qiladigandan-da yuqori-ku. Scaloni meni tanqid qildi, lekin bu yaxshi, chunki u bizdan faqat eng zo'rini kutadi. Biz chempionmiz. Biz tarix yozayotgan jamoamiz. Bugun muxlislar uchun o'ynadik. 70 ming odam stadionda bizni qo'llab-quvvatladi. Ular bizga chin dildan o'yin berdik, fidoyilik, istak va g'urur berdik. Bu bizning xarakterimiz, yuragimiz, bir-birimizga bo'lgan ishonchimiz natijasi. Maydonda 90 daqiqa emas, yillar davomida to'plangan fidoyilik bor edi. Darvoza men uchun faqat himoya emas, bu mening mas'uliyatim. Har bir seyfda millionlab argentinaliklar orzusi turadi. Shuning uchun men har safar to'pga teginganimda faqat golni emas, umidni saqlab qolaman. Bu o'yin bizga yana bir tarix yozilishiga olib keldi. Endi navbat yana bir jahon chempionatiga. Barchaga rahmat, obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Argentina muxlislariga bu videoni jo'natib qo'ying.